Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Excel darsini ko'rib chiqamiz. Excel deb yozib olamiz. Excelga kiraman. Excelga kirganimda mana blank workbook yoki novi list novi dokument. Xo'p, bu yerda bizga birinchi uchraydigan problema hozir mendagi Excel dasturi ingliz tilida. Ya'ni kimgadir ingliz tili qulay, kimgadir rus tili qulay. Mana bu file, home, insert, draw degan joylarda rus tilida bo'lsa, rus tilida chiqib turadi. Glavniy, vstavka menyulari bo'lib. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz Excelni tilini o'zgartirishni ko'rib qo'yishimiz kerak. O'zi videoni faqat rus tilidagi Excelda olmoqchi edim, lekin mana shu tilni o'zgartirish funksiyasini ham ko'rsatish uchun ingliz tilidagi Excelni ocha qoldim. Xo'p, file menyusiga o'tamiz, mana bu yerga, faylga va mana bu yerda options bo'ladi yoki настройка optionsga o'tamiz. Optionsga o'tganimizda mana bu yerda language degan bo'lim bor, ya'ni bu til bo'limi, tilni o'zgartirish, language ga o'tamiz. Va bu yerda qaraydigan bo'lsak, mana buttonlar, menyular va boshqa kontrol qiladigan vositalar mana shu tilda deyapti. Ya'ni birinchisida ingliz tili turibdi hozir, o'shaning uchun meni Excelim ingliz tilida. Biza buni rus tilini tepaga chiqarishimiz kerak. Mana bu move up tugmasini bosamiz. Tepaga chiqdi. Bo'ldi. OK ni bosamiz. Xo'p, bu yerda aytayaptiki, o'qishimiz kerak. Kompyuterimizda chiqadigan hamma yozuvlarni o'qishimiz kerak o'zi. Oynalarni. Tilni o'zgartirding, endi Office dasturlarini qayta ishga tushir deyapti. OK deb bosamiz. Bundan chiqib ketamiz va Excel dasturiga boshqatdan kiramiz. Mana ochildi va pustая kniga, добро пожаловать в Excel, добрый день, создать degan yozuvlar chiqib keldi. Ya'ni oldin bu narsalar ingliz tilida edi, hozir endi rus tiliga o'tdi. Главное создать. Pustая knigani bosamiz va bizda mana Excel endi rus tilida. Главная вставка, рисование. Xo'p, endi birinchi ko'rib chiqishimiz kerak, bu Wordda ham bor. Mana bu yerda har doim Office dasturlarida eng kerakli menyular bo'ladi. Menyular. File menyusi, mana file menyusiga kirganda shunaqa. File menyusiga kirdik. Hozir biz pustая knigani bosadigan bo'lsak, yana yangi kniga ochiladi. Biz yangi knigani bosmaymizda, mana bu yerdan nazatni bosamiz. Nazatni bossak, o'zimizda ishlab turgan knigamizga, ya'ni Excel faylimizga qaytadi. Xo'p, fayl menyusi shu narsa. Главный, hozir главный menyusida turibmiz o'zi. Eng главный, ya'ni asosiy narsalar shu yerda chiqib turadi главный menyusida. Главный menyusini bosganimizda. Вставка menyusini bosadigan bo'lsak, mana свободная tablitsa, hop, diagrammalar, grafiklar, formulalar, simvollar, shunaqa narsalar qo'yish mumkin, rasmlar qo'yish mumkin. Рисование bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu asosan yangi Excellarda bo'ladi. Bu yerda mana bunaqa chizish mumkin. Xo'p. Razmetka страница, razmetka qilish, страницаlarni to'g'rilash, formula, данные, рецензирование, вид va справка. Glavniyga qayta olamiz va bizda bilishimiz kerak, Excelda nechta asosiy menyu bor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Excelda 10 ta asosiy menyu bor ekan. Va bugun biz sizlar bilan mana bu glavniy menyusidagi instrumentlarni, toollarni ko'rib chiqishimiz, nima vazifa bajarishini ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, undan oldin umumiy interfeys bilan tanishishda davom etamiz. Glavniy menyusi, ya'ni glavniyni bosganda mana bu yerdagi narsalar o'zgaradi. Vstavkaga bossak, keyin boshqa narsalar chiqadi. Рисованиeni bossak, boshqa narsalar chiqadi. Shunaqa qilib o'zgaradi. Buni qanday ishlashini tushuna olishimiz juda ham muhim. Va ko'pchilik mana o'quvchilarim va boshqalar adashadigan narsa, bir bilmasdan qilib qo'yadigan narsa. Xo'p, mana bu glavniy menyusini 2 marta bossa, mana bu yo'qolib qoladi, ichidagi narsalar.
qachon ochiladi? Glavniy menusini bitta bosganda ochiladi mana. Tushib keldi. Yana bossa yana yo'qolib qoladi. Bosamiz, chiqdi. Mana bu yoqqa ekranni bu tomoniga bosadigan bo'lsa yo'qolib qoladi. Chiqadi. Bitta bossak yo'q. Bu nimadan bo'lyapti? Bu mana bu narsani instrumentlarni zakrepied qilib qo'yish mumkin yoki zakrepied qilmasdan qo'yish mumkin. Hozir zakrepied qilinmagan, ya'ni qadab qo'yilmagan. Bossam yo'qolib qoladi. Endi mana shu glavniy menusini ustiga 2 marta bosadigan bo'lsam, o'sha narsa zakrepied bo'lib qoladi. Bo'ldi. Mana endi o'chib ketmaydi. Ustiga yana 2 marta bossam, ochilib yopiladigan bo'ladi. Ustiga 2 marta bosaman, zakrepied bo'ladi. Bizda zakrepied qilib qo'yganimiz qulayroq, yaxshiroq, shuna qilib ishlatganimiz. Xo'p, zakrepiedni mana bu yerdan ham ko'rsa bo'ladi. Mana полный ekran rejim. Bu umuman boshqa narsa. Ya'ni faqatgina mana bu dannilarni полный ekran qilib qo'yadi. Полный ekran rejimdan chiqamiz. Показывать только вкладки. Mana boyagi biza ko'rsatgan narsa. Bosamiz bu yoqdan. Mana всегда показывать ленту ni bosib qo'ysak, mana shunaqa holatda turadi. Xo'p. Endi Excel nima o'zi? Bu bizda yacheykalar bor. Juda ham ko'p yacheykalar bor. Mana shu ustunni o'zi adashmasam 42 mingtadan ziyodroq. Ya'ni hozir bu A, B, C, D bo'lib ketgan bo'lsa, bu yoqqa qarab ketaversak, ya'ni bu tomonga qarab ketaversak, ikkitali harflar, ya'ni o'tkazaversak, uchtali harflar kombinatsiyalari hosil bo'ladi. Ya'ni Excel bu jadval va ustunlardan va hamda qatorlardan tashkil topgan. Mana bu harflar, ustunlar yokida ustunlarni biz harflar bilan belgilaymiz Excelda, belgilangan o'zi. Xo'p, A ustun, B ustun, C ustun. Mana ustiga olib borsak, meshkamiz o'zgaradi o'zi. Mana C ni ustiga olib borsak, ustuni belgilash uchun meshka o'zgaradi. B ni ustiga olib borsak, o'zgaradi. Va qatorlar. Birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator, to'rtinchi qator, beshinchi qator va hokazo. Bu qatorlar adashmasam milliontadan oshardi. Hop, juda ham ko'p, juda ham katta ma'lumot sig'dirsa bo'ladi Excelda. Va yana qo'shimchasiga bu hali bitta list. Mana list 1 turibdi. Bunda ma'lumotlarni kiritib, mana bu yerda plusni bossak, ikkinchi list ochiladi, yangi list. Uchinchi list, to'rtinchi list shunaqa qilib ochilib ketaveradi. Xo'p, list qo'shish bu yerdan plusni bossak demak list qo'shiladi. Endi listni o'chirib tashlash kerak. Udalить qilib tashlash kerak. Qanaqa bo'ladi? Meshkani o'ng tomonni bosamiz. Mana udalitni bossak, listlar udalit bo'lib ketadi. Bizga bitta list qolsa yetarli. Bitta list qoldi. Xo'p. Bitta list qoldi. Endi birinchi o'rinda ko'radigan narsamiz o'zi yacheykaga ma'lumot kiritish. Yacheykaga ma'lumot kiritish, ma'lumotlar bilan ishlash. Xo'p. Mana bu yacheyka, ya'ni ingliz tilida cell deyiladi, rus tilida yacheyka, o'zbek tilida bu katakcha deyiladi. Katakchaga biz ma'lumotlarni kiritamiz. Masalan, ism. Bu ism ustuni bo'ladi. Ism deb atadik. Ya'ni A ustunda faqat ismlar yoziladi. B ustunda masalan aytishimiz mumkin yosh. B ustun endi yosh uchun. Bunga faqat yoshlarni qo'yamiz. Ismga men o'zimning ismimni kiritaman. Hop, Muhriddin. Mana kiritib qo'ydim. Va yoshni kiritaman. 23. Hop. Qarasizlar, Muhriddinni o'sha oxirgi harflari ko'rinmay qolyapti. Bu nimadan bo'lyapti? Bu mana bu ustunni kengligi, ya'ni hop, mana bu kengligi bizga yetmayapti. Buni ozgina kattalashtirish kerak. A ustuniga bosaman. Hop, mana bu A bilan B ni o'rtasiga olib kelaman. O'zi bu yoqqa bosishim ham shart emas. Xohlagan joyga turgan bo'lsa bo'ladi mana. Mana bu yerda turibdi. Va mana bu A bilan B ni o'rtasiga olib kelamanda, mana shunaqa holat bo'lganda ushlab, mana bu yoqqa suraman va
ko'rib turibsizlarki, shirinasi o'zgaryapti. Mana. Endi Muhriddin so'zi bemalol ishlaydi. Va keyingi ismni yozaman, masalan, Muhammad Ali, Muhammad Mo'min. Mana. Muhammad Mo'min so'zi ham bu yoqqa o'tib ketib qoldi. Yana kattalashtiraman. Shunaqa qilib o'zimga moslashtirib olaman. Muhammad Mo'min, Sardor va hokazo ketaveradi. Xo'p, yosh 23, Muhammad Mo'min masalan 22, Sardor masalan 25. Shunaqa holatda ketaveradi. Xo'p, keyingisi biza mana bu qatorlarni ham xuddi shunday o'zgartirsak bo'lar ekan. Mana bu masalan birinchi qatorni bu yoqdan pastga tortsak, mana o'zgaradi, kattalashadi. Yoki yuqoriga chiqarsak o'zgaradi. Har bitta qatorni o'zimiz xohlagancha o'zgartirib chiqsak bo'lar ekan, lekin hozircha bu bizga kerak emas. Faqat mana shu birinchi ustun nomlarini ozgina kattalashtirib qo'yamiz va klaviaturamda nimadir bosilib qolishi. Bo'ldi. Xo'p, endi mana bu ism va yosh degan so'zlarni yacheykaning o'rtasiga olishimiz kerak. Hozir bu yacheykaning o'rtasiga joylashmagan. O'shaning uchun yacheykaning o'rtasiga olib o'tamiz. Xo'p. Mana bu yerdan, mana bu narsa Wordda ham bor edi. Ustiga borsak o'zi chiqyapti. Выравнять по центр. Выравнять по центр. Выравняем содержимое по центр. Mana. Bosadigan bo'lsak, bu gorizontal jihatdan o'rtaga olib berdi. Tepadagisi выравнять по средине. Bu ham o'rtaga oladi, faqat bu vertikal o'q bo'yicha. Bo'ldi. Yoshni ham xuddi shunday qilamiz. Bunisi o'rtaga, bunisi ham o'rtaga. Va mana bu yerdan ism bilan yoshni tanlab, hop, J ni bosadigan bo'lsak, Jirni bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, Excelga ma'lumot kiritishni o'rganib oldik. Oz bo'lsa-da ism yozishni, raqam yozishni kiritib oldik. Endi mana bu glavniy menyusidagi bu narsalarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz boshidan. Xo'p, birinchisi вставить debdi. Вставить debdi. Bu вставить nima qiladi? Bu Ctrl V. Buni ishlatgandan ko'ra Ctrl V ni ishlatgan yaxshi. Ctrl V ni ishlatish uchun Ctrl V ni o'zi nima qiladi? Hop, yozib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerga Ctrl plus V. Bu nima qiladi? Hop. Ctrl C bo'lgan yoki nusxa olingan xotiradagi narsani qo'yib beradi, joylashtirib beradi. Xotira narsani joylashtirib beradi. Mana. Xotiradagi narsani joylashtirib berar, ya'ni tezkor xotiradagi narsani. Xo'p, bu vstavkani hozir bossak, g'alati narsalar chiqib ketib qolishi mumkin. Bitta bosamiz mana. Nima bu? Bu URL. Bu men qachondir kopировать qilgan, nusxalagan URL. Hozir biza undan oldin bu vstavka ishlashini ko'rishimiz uchun nimanidir nusxasini olishimiz kerak. Masalan, Muhammad Mo'min ismiga bosamanda nusxasini olaman. Nusxasini olish qanaqa bo'ladi? Ctrl C bo'ladi. Nusxasini oldim. Endi bu narsani mana bu yoqqa qo'yib, mana вставить ni bosadigan bo'lsa, mana shu yerga qo'yib beradi. Endi вставить ni mana bu yerda anaqasi bor. Ya'ni qo'shimcha narsalar bor. Bu oddiy вставить, xo'p, formula вставить qilsa bo'lar ekan, shunaqa har xil rasm вставить qilish, shunaqa narsalari. Endi bu baribir hammasi aylanib Ctrl V ga boradi. Ctrl V. Buni o'rniga Ctrl V ni ishlatganimiz yaxshi. Xo'p, qaychi? Bu Ctrl X. Ctrl X nima qilardi? Mana bu yerga yozib ketaman. Ctrl
plus x. Hop. Tanlangan narsani visit qilib oladi, ya'ni kesib oladi. Mana Muhammad Mo'min so'zini tanlayman. Mana bu qaychini bosadigan bo'lsam, mana kesib oldi. Hali yo'qolib qolgan yo'q. Bu yerga kelib, mana вставить ni bosadigan bo'lsam, bu yoqqa ko'chirib o'tkazadi. Bu yoqdan olib tashlab, bu yoqqa qo'yib qo'yadi. Xo'p, shu narsani biza oddiygina Ctrl X va Ctrl V bilan qilsak bo'ladi. Bitta bosamiz, Ctrl X ni bosamiz va bu yoqqa xohlagan joyimizga olib kelamiz, Ctrl V ni bosamiz. Mana shu osonroq bundan ko'ra. Xo'p, kimga qulay bo'lsa, o'shani ishlataversa bo'ladi. Xo'p, bu nima ekan? Bu Ctrl C, ya'ni copy-paste qiladi nimanidir. Bu yozib qo'yaman. Ctrl plus C nima qilar ekan? Tanlangan narsani xotiraga nusxalaydi. Nusxasini oladi. Ya'ni Muhammad Mo'minni bosadigan bo'lsam va mana buni bossam, bu copy-paste bo'ldi. Endi xo'p, bu yoqqa o'tib, mana bu yoqqa qo'yib, вставить ni bosadigan bo'lsam, mana Muhammad Mo'min so'zini nusxasi bu yoqda paydo bo'ldi. Xuddi shu narsani biz bu yerdan emas, klaviatura orqali qilsak bo'ladi. Muhammad Mo'min so'zini ustiga bosaman, Ctrl C ni bosaman, nusxalandi, nusxasi olindi xotiraga. Endi bu yoqqa qo'yaman-da, Ctrl V ni bosaman. Mana nusxalangan narsa joylashtirildi. Xo'p, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X ni ko'rdik. Bu yerdagi narsalar shu narsalar. Buffer obmen bilan ishlaydigan narsa. Va bizda format bu obrazu, ya'ni obrazni, o'sha narsani formatini ko'chirish uchun ishlatilar ekan. Buni qanday ko'rsatish mumkin? Masalan, xo'p, mana ismni yozdim. Bunga orqasiga fon berib qo'yaman. Masalan, mana bu fonni beraman va tekst rangiga qanaqadir mana bu to'q ko'k rangni berib qo'yaman. Endi mana bu yerga oddiygina qilib, masalan, hop, Lenovo deb yozadigan bo'lsam, bu oddiy. Mana bu tahrirlangan, ya'ni stil berilgan. Nima qilaman? Mana buni bosaman. Mana bu cho'tkachani bitta bosaman, bosdim. Va mana bu Lenovo degan yozuvni ustiga bitta bossam, mana shu stil o'tib qolar ekan bu yoqqa. Shu narsani bajaradi. Oddiygina narsa. Xo'p, buni ishlatishimiz mumkin. Qaysidir joylarda balki kerak bo'lmasligi ham mumkin. Xo'p, masalan, mana buni bosdim, shotkani bosdim va mana bu yoshni ustiga bosadigan bo'lsam, yosh ham shunga o'xshab qoladi. Xo'p, keyingisi bu buffer adminniki bo'ldi. Va mana bu yerdan narsalarni boshlaymiz. Bu narsalar Word ni o'rgangan bo'lsanglar, Word bilan ishlagan bo'lsanglar, juda ham tanish narsalar. Xo'p. Mana ustiga bosamiz, jирный bossam, jирный qiladi, kursivni bossam, kursiv qiladi. Yana bitta bossam, joyiga qaytaradi. Mana jирный bossam, jирный bo'ladi. Yana ustiga bossam, qaytadi joyiga. Bitta bosim bo'ldi, bitta bosim qaytdi. Kursiv ham shunaqa. Xo'p, Ch, ya'ni почеркni tagiga chizadigan. Bitta bosaman, tagiga chizadi, bitta bosam o'chadi. Xo'p, mana bu narsa. Times New Roman. Bu shriftni stili, shriftni turi. Bitta bosamanda o'zgartiradigan bo'lsam, mana bunaqa bo'lib o'zgaradi. Xo'p, masalan, mana bunga qo'yib qo'yaman. Bunisini boshqa shrift turiga qo'yib qo'yaman. Bunisi o'zi turaveradi. Mana uchalasi uch xil shrift turi bo'lib qoldi. Xo'p, bu razmeri, buni bilamiz. Mana kattalashtirsak kattalashadi, kichiklashtirsak kichiklashadi. Xo'p, bularni qo'llash uchun mana bu yachikani tanlashni bilishimiz kerak. Ya'ni buni qilib tanlaymiz. Mana meshkani chap tomonini, chap tugmasini bosib turib pastga tortamiz. Yoki tepaga ko'taramiz.
xohlagan joyimizni belgilasak bo'ladi. Mana bu bosgan mishkamiz, ya'ni bosgan yacheykamiz o'shani burchagi bo'lib qoladi. Mana tepa burchagi yoki past burchagi bo'lib qoladi. O'shuning uchun agar ismdan tanlaydigan bo'lsa, mana ismdan burchakdan. O'rtadan tanlaydigan bo'lsa, mana bu yoqqa. Xo'p, buni mashq qilish kerak yaxshilab. Endi buni ko'rdik. Yozuvni katta kichikligi mana bu yerdan yozib qo'ysa bo'ladi 24 qilib yoki bu yerdan bitta kattalashtirib, kichiklashtirsa ham bo'ladi. Standart shrift yozuvi bunda ham 14. Xo'p, mana bunga keldik. Bu narsa nima? Nijniy granitsa, ya'ni bu granitsa. Xo'p, hozir biza mana bu Excel jadvalimizni printerga beradigan bo'lsak, chop etadigan bo'lsak, qog'ozga chiqaradigan bo'lsak, mana bu bizga ko'rinib turgan liniyalar, yacheykalarni ajratib turgan liniyalar ko'rinmaydi. Qani pechatga berib ko'ramiz. Faylni bosamiz. Xo'p, mana pechatni bosadigan bo'lsak, bizni hozir agar printerimiz bo'lsa va printerda chiqaradigan bo'lsak, bizning jadvalimiz shunaqa holatda chiqadi. Bu jadvalga ham o'xshamaydi. Va buni haqiqiy jadval ko'rinishida chiqarish uchun bizaga mana shu nijniy granitsa kerak bo'ladi. Mana buni jadvalimizni belgilaymiz, kerakli joyini va mana shu nijniy granitsadan vsi granitsini bosib qo'yamiz. Mana bossak, bu yoqda seriy, mana bu liniyalarning rangi seriy, bu yerda bo'lsa qora. Endi pechatga beradigan bo'lsak, faylga o'tamiz va pechatni bosadigan bo'lsak, mana bu haqiqiy jadvalga o'xshadi. Agar biz mana bu yerdan yana ozgina qo'shib granitsa beradigan bo'lsak, mana anaqa holatda bo'ladi. Va ikkinchi yaxshi tomoni, boya granitsa qo'ymasimizdan oldin mana bunaqa holatda, mana bu yacheykalarning orqa fonini, yacheykalarning zalifkasini bo'yaganimizda o'rtadagi chiziq yo'qolib ketib qoladi. Ya'ni bo'yalib ketib qoladi. O'shani oldini olish uchun ham mana bu nijniy granitsi qo'yib qo'yilishi kerak. Vsi granitsiga bosilib. Xo'p, tushunarli degan umiddaman bu yog'i va endi davom etamiz. Xo'p, bu narsa bu svet zalifki, ya'ni tanlagan yacheykamizni orqa foni. Mana buni tanlab, buni bosadigan bo'lsam, xohlagan rangimga o'tadi. Mana ustiga olib borsam rang ko'rinyapti, ya'ni shunaqa bo'ladi kelajakda, lekin bosganim yo'q, o'zgarmadi. Qachonki ustiga bossam, keyin o'zgaradi. Bu keyingisi yozuvlarni shrifti, svet shrifti. Yozuvlarni shrifti emish. Yozuvlarni rangi, ya'ni shriftni sveti. Bosaman, o'zimga kerakli bo'lgan rangni tanlayman. Xo'p, bu shu narsa. Endi keyingisi mana bu narsalar. Menga bitta katta narsa kerak, anaqa kerak, yacheyka kerak. Mana 8-qatorni mana shu yerga yozaman. Yoki mana bu yerga yozaman. Xo'p. Toshkent deb yozadigan bo'lsam, bu mana shu yacheykani, mana shu yacheykani burchagiga borib qoldi. O'rtasiga turish kerak yoki tepasiga turish kerak. Bu narsalarni o'zgartirishim kerak. Mana shu viravnivaniyadan o'zgartiraman. Mana buni bosadigan bo'lsam, tepaga chiqadi. Bunisini bosadigan bo'lsam, o'rtaga o'tadi. Bunisini bosadigan bo'lsam, pastga o'tadi. Bu vertikaldan 3 ta qiymat qabul qiladi. Tepaga, o'rtaga, sentrga va pastga. Va tagidagisi bo'lsa, gorizontal bo'yicha 3 ta qiymat qabul qiladi. Bitta bossam, o'zi turibdi hozir. Bunisini bossam o'rtaga, bunisini bossam o'ng tomonga. Chapga, o'rtaga, o'ngga. Chapga, o'rtaga, o'ngga. Agar prям yacheykaning o'rtasida turish kerak bo'lsa, yozuv. Bundan o'rtaga, bundan ham o'rtaga. Ya'ni gorizontaldan o'rtaga, vertikaldan ham o'rtaga. Yoki mana bu yerga turish kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu yoqqa turish kerak bo'lib qolishi mumkin. Gorizontaldan chapga,
vertikaldan o'rtaga yoki gorizontaldan o'ngga. Yoki bo'lishi mumkin gorizontaldan o'rtaga, vertikaldan tepaga yoki pastda. Shunaqa holatlar bo'ladi. Endi keyingisi bu orientatsiya, ya'ni matnni yo'nalishi bosadigan bo'lsa, mana tekst protiv chasovой стрелки. Birinchi tanlab olgan bo'lishim kerak. Kerakli yachikani, kerakli yozuvni tanlab olgan bo'lishim kerak. Mana bu toshkent ustiga bosaman, keyin o'zgartiraman. Tekst protiv yachika, ya'ni soat strelkasiga qarshi degan. Bosaman, mana bunaqa holatda bo'ladi. Tekst po chasovой стрелки, ya'ni soat strelkasi bilan birga. Bosaman bunaqasiga. Vertikalni tekst bosaman, mana bunaqa holatda bo'ladi. Sig'may qoldi mana. Toshkent. Tepadan pastga. Yana bitta bosaman, повернуть tekst вверх. Вверх, ya'ni tepaga qarab yoziladi. Mana Toshkent. Pastdan tepaga. Xuddi shuni teskarisi bor mana. Tepadan pastga. Format vyravniy yacheykani bosadigan bo'lsak, bu yerda bizga yana kengroq nastroykasini ko'rsatib beradi. Buni biz o'zimiz tahrirlab olishimiz mumkin. Xo'p, biz ko'pincha mana buni ishlatamiz va oddiysini ishlatamiz. Aytgancha, mana buni hozir повернуть tekst вверхga qo'yib qo'ydim, ya'ni gorizontal vertikal qilib qo'ydim. Endi gorizontalga qaytishim kerak, asliga qaytishim kerak. Nima qilaman? Ustiga bosaman-da, mana bu направленияni bosaman va mana buni qayta bosaman. O'zi shunda turibdi. Bundan chiqazish uchun shuni qayta bosaman. Bossam qaytadi joyiga. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingisi, xo'p, отстоп. Bu mana bu yerda turgan bo'lsin, mana. Yoki bunga emas, mana bunga ko'rsataman. Ism familiyalarni belgilayman. O'rtaga olsam, bu boshqacha bo'lib qoldi, xunuk bo'lib qoldi-da. Ism familiyalar o'rtada bo'lishi kerak emas, bir tekstda bo'lishi kerak. Lekin mana bu yoqdan joy qolish kerak ozgina, chap tomonidan. Mana shu отстоп bizga yordam beradi. Belgilayman-da, mana bu отстопni bosadigan bo'lsam, mana joy tashab beradi. Ya'ni ozgina joy ochilib qoladi. Ya'ni xo'p, abzas ochilib qoladi, abzas. O'sha so'zni topolmay qoldim. Agar orqaga qaytarish kerak bo'lsa, bunisi. Ichkariga kiritish kerak bo'lsa, bunisi. Ikkita bossa 2 marta, 3 marta bossa 3 marta. Qaytaramiz. Bosib qo'yamiz, shunaqa turgani ma'qul. Xo'p, keyingisi nima? Bu yerda yacheykalarni birlashtirish va mana bu переносить tekst. Juda ham muhim. Переносить tekstni qayerda ko'ramiz? Xo'p, mana bu yerda mana. E ustunni kichraytiraman. Bu mana bu yozuv bu yoqqa o'tib ketib qoldi. F ustunga G ustunga o'tib ketib qoldi. F ustunni o'zini yozuvi bor-da. Masalan 1 2 3 degan yozuvi bor. G ustunniki 4 5 6 degan yozuvi bor. Mana. Yozuvni yarimi yo'q. Biza yoki buni kattalashtirishimiz kerak. Agar kattalashtirishimiz mumkin bo'lmasa, ya'ni kattalashtirish agar mana shuni kattalashtiradigan bo'lsak, xunuk bo'lib qolishi mumkin, boshqa bo'lib qolishi mumkin. Jadvalimiz buzilib ketishi mumkin. Shu holatda nima qilamiz? E ustun turaveradi, faqat E ustunni belgilaymizda keraklilarini mana bu yerdan переносить tekstni bosamiz. Переносить tekstni bosganimizda vola mana bu sig'may qolgan matn pastdan chiqadi. Yacheykaga sig'may qolgan matn yacheykani qatorni tagidan boshlab chiqadi. Переносить teksti shu narsa sodir bo'ladi. Agar buni o'chiradigan bo'lsak, avvalgi holatiga qaytadi. Переносить tekstni bosib qo'yadigan bo'lsak, tekst bu yoqqa keladi. Ya'ni qatlanadi mana. Bittasini tushuntiraylik. Mana hozir turibdi. Mana nima qilsak sig'mayapti. Ya'ni xotiradagi narsalarni qolgani ko'rinmagan. Tanlangan narsani qolgani ko'rinmagan. Mana shuni tanlaymizda, переносить tekstni bosadigan bo'lsam, mana tanlangan narsani kesib oladi degan yozuv chiqib turibdi. Xo'p, keyin bitta narsani ko'rsatib ketishim kerak shu yerda.
Masalan, mana ism, familiya, yosh deganmiz va bu bir-biriga kelishmay qo'ygan. O'zi bir-biriga bog'liq jadval emas. Lekin mana bu jadvalni belgilab turib, dannilarni, ma'lumotlarni mana bu chegarasiga olib kelamiz demeshkani, mana shunaqa holatda bo'lganda bitta ko'chirsak bo'ladi biz u yoq bu yoqqa. Bitta pastga tushiraman, qo'yib qo'yaman. Mana endi sal tartibli bo'ldi-da. Xo'p. Endi yacheykalarni birlashtirish. Buni joyiga qaytarib qo'yaman, Toshkentni. Yacheykalarni birlashtirishda men sizlarga yangi listga ko'rsatib beraman. Xo'p, yarim soatlik video bo'ldi. Davom etamiz. List qo'shaman. Hop, yacheykalarni birlashtirish qay holatda ishlaydi? Bu kerakli yacheykalarni tanlaymiz. Mana ikkita yacheykani tanladim. Buni bosadigan bo'lsam, mana ikkita yacheyka birlashib qoldi. Endi nimadir yozadigan bo'lsam, o'zida yozib ketaveradi. Mana shu yacheykani ichida. Bu qachon kerak bo'ladi? Masalan, ism, familiya, hop, Ismoil Baratov va mana bu yerda olgan bali bo'lishi kerak, bal bo'lishi kerak va fanlar ham yozilishi kerak. Demak, bizaga yana bitta ustun. Buni pastga tushirar ekanmiz. Ism, familiya, hop. Fan nomi, ya'ni matematika, amaliy, nazariy. Mana shuni biz chiroyli qilishimiz kerak. Xo'p, amaliydan olgan bahosi bo'lsin 40 ball, nazariydan olgan bahosi bo'lsin 43 ball. Nima qilishimiz kerak hozir? Mana bu xo'p. Mana bu ikkita yacheykani birlashtirishimiz kerak. Belgilaymiz. Mana bu объединитni bosamiz, birlashadi. Xo'p, bu ikkalasini ham birlashtirishimiz kerak. Ya'ni ism, familiya mana bu joy qolib ketdi. Bu tepaga chiqishi kerak. Bu ikkalasini belgilaymizda объединитni bosamiz. Bo'ldi. Buni o'rtaga olamiz. Buni ham o'rtaga olamiz. Bularni ham o'rtaga olib qo'yamiz. Va mana Ismoil Baratov bularni ham vertikal tomondan o'rtaga olamiz, gorizontal tomondan faqat bularni ikkalasini o'rtaga olamiz. Endi nimadir jadvalga o'xshadi. Va boshqa o'quvchilarni, boshqa talabalarni qo'shsak bo'ladi bu yerga. Masalan, O'ronov, Bahrom, Abdullayev, Behruz va hokazo. Amaliydan masalan olgan bo'lsam 38 ball, nazariydan olgan bo'lsam 35 ball. Abdullayev, Behruz, hop, masalan olgan bo'lsam amaliydan 40 ball, nazariydan 35 ball. Bularni ham o'rtaga o'tkazishimiz kerak. Belgilaymiz. Buni bitta bosamiz. Mana buni bitta bosamiz. Qaranglar, bitta narsa shu yerda. Mana hammasini belgilaganimizda o'zi o'rtada turibdi-da. O'zi o'rtada turibdi. Bu narsa mana bu birinchi qatornikini ko'rsatib turibdi-da. Bitta o'chiramiz, hammasi qaytadi joyiga. Yana bitta yoqamiz, hammasi o'tadi. O'chiramiz, yoqamiz. Bo'ldi. Shunaqa holat va biza buni ozgina chiroyli qilib nima qilishimiz kerak? Stil berib qo'yishimiz kerak. Buni belgilaymiz hammasini va orqasiga fon beramiz. Och yashil. Yozuvlariga to'q yashil beramiz va jirni qilamiz. Mana va buni hammasiga jadvalimizga granitsa berishimiz kerak. Mana bu yerdan C granitsani bosamiz. Ism, familiya, matematika fani, amaliysi, nazariysi. Va bu yerda umumiysi ham chiqib turishi kerak. Umumiysi. Umumiy qilib qo'yaman. Umumiy qancha bo'ladi? 86 hop 70 83 va bunisi 75. Bularni ham endi mana shu joyiga mana bu cho'tkani ishlatsak bo'ladi. Mana buni bosaman-da, mana bu cho'tkani bosib
yoqqa bosib qo'yaman. Yoki mana buni bosaman-da, cho'tkani bosib, bu yoqlarga bosib qo'yaman. Mana joyiga keldi. Xo'p, endi mana bu joy qolib ketdi bo'sh bo'lib, buni ulab olishim kerak. Mana matematikaga qo'shib olishim kerak. Matematika bilan buni belgilayman va mana bu yerda объединить bosaman. Bir marta bossam o'zi joyiga qaytib qoladi. Yoki-da mana bu ikongachasini bosaman-da, объединить поместить в center bosaman. Ya'ni joyiga qaytib qoldi, bo'linib qoldi yana bir marta bossam endi umumiy qilib bo'lib beradi. Xo'p, granitsa qo'yishim kerak. Bo'ldi. Xo'p, videoning oxirida mana shu jadval sizlarda ham bo'lishi kerak. Ya'ni bu narsani videoga qarab takrorlab bajarishingiz kerak bo'ladi. Bu narsani yozib olib yodlashingiz kerak bo'ladi va mana shu yarim soat 40 minutlik videoni hamma narsa ko'rsatganlarimni bajarib chiqishimiz kerak bo'ladi. Men sizlarga videoni mana shu yergacha o'tdim, instrumentlarni. Qolganini videoning keyingi qismida ko'rishingiz mumkin.